Ağa, Jaloliddin Manguberdi kim? Xorazmdan. Akasının xatosini yuzuna solmagan o'g'il, oilasini or-nomusi uchun jonini fido etgan erkak. Najmiddin Kubrom Xorazmdanmi? Xorazmdan. Tirik qolish imkoniyati bo'lsa ham, oilasini, qarindoshlarini, vatanini tashlab ketmay, o'lima rozi bo'lgan inson. Beruniy kim? Xorazmdan. Beruniy bo'lmaganida hozircha butun dunyo yer sharini filni ustida turibdi deb o'ylab yurgan bo'lar edi. Asad al-Xorazmiy kim? Xorazmdan. Agar al-Xorazmiy bo'lmaganida butun dunyo hozircha birdan 9 sanab yurgan bo'lar edi. Zamaxshariy kim? Xorazmdan. Xorazm faxri, arablar va g'ayri arablar ustozi. Tushunmadim. Qisqasi, Zamaxshariy bo'lmaganida arablarni o'zi ham arabcha o'qib bilmas edi. Shunda Xorazmdan vatanparvar, oilaparvar, bilimli, bir gap bilan aytganda seryozni odamlar chiqqanmi? Ko'rin emas, sotqin xiyonatkor, o'g'ri mashinik, bachkana uyatsiz, bir so'z bilan aytganda jirkanch odamlarning chiqqan bo'lsa kerak. Bunda biza kimni avlod ekanligini biza nerdan bilamiz? Ba'zan bu aytib turgan ishine qarab, har kim o'zini ota-bobosining ishini davom ettirib yotir. Tushundingmi?